alaykum akalar, charchamayapsizlarmi? Sizlar. Hop akalar, invertor motorli 5 shumli generatorlarimiz bor. 1 kilovatdan boshlanib 5 kilovat, 9 kilovatgacha bor. Endi men sizlarga hozir 1 kilovatdan bo'lgan 3 kilovatgacha maksimum ko'rsatib ketaman. Bularni qisqacha obzorini qilib o'tib ketamiz. Video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysanglar, bundan ham qiziqroq texnikalarda o'tkazib olmaysizlar, xudo xohlasa. Bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Invertorli bo'ladi akalar, hammasi sinus tok beradigan variantda. Invertor nima degan tokni o'ynatmasdan beradi. Tokni o'ynatmasdan beradi. Shuni hisobiga invertorli 5 shumli hisoblanadi generatorlarimiz. Xo'p, invertorli 5 shumli 1 kilovatli generatorimiz Kentaur firmasiga tegishli bo'ladi. Toza 1800 yozgan, toza 1300 wattli tok beradi. Ruchni qo'lda tortma orqali zavod bo'ladi. Sifatlarini ko'rib turibsizlar. Kassalari zo'r holatda, moyda addini, bizni addini qilib qo'yasizlar akalar. Bizdan ochishlarini ko'rsanglar, o'zi baklari ochilishi ham o'ta ham boshqachasidan. Kentaur firmaniki akalar. Buni 2 kilovatligi bor. 2 kilovatligimiz start stop bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, shu tugma orqali o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Invertor motorli. Bu ham Kentaur firmasiga tegishli bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, kassalari zo'r holatda. Bizilmaklari, datchilari bor. Bizillarning qolmay turganini ham o'zi ko'rsatib turadi. Avtomatik o'zi knopkani bossanglar zavod bo'ladi. Hop, sifati zo'r holatda. Kentaur firmaniki aytganimizda 2 kilovatligimiz uyingizda bemalol o'zingiz bo'lmasangiz ham ayol kishi ham ishlataveradi. Knopka orqali bosib turib zavod qilsalar bo'ladi. Buni 3 kilovatligimiz ham bor. 3 kilovatligi ham xuddi shunaqa start stopli variantida. Xohlasanglar ruchni qo'lda tortma orqali ham zavod qilsanglar bo'ladi. Buni Urus firmasiniki 3 kilovatligi ham bor va texniki ham bor. 3 kilovatli bo'ladi, 5 statorli bo'ladi. Narxi $360, $380 va $400 chiqadi 3 kilovatlilarimiz. Bularimiz hop $330 chiqadi, bunimiz $250 chiqadi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar.